Yuhanno 5-bob. Bu hodisalardan keyin Iso Yahudiylarning bayramini nishonlash uchun Quddusga bordi. Quddusning qo'y darvozasi yonida bir hovuz bor edi. Bu hovuzning oramicha nomi Baytzada bo'lib, 5 ta ayvoni bor edi. Bu ayvonlarda ko'r, cho'loq va shol bo'lgan ko'p nogironlar yotar edi. Bu yerda 38 yildan beri nogiron bo'lib yotgan bir kishi bor edi. Iso uning yotganini ko'rdi. U uzoq vaqtdan beri xasta ekanligini Iso bilardi. Shuning uchun undan "Sog'ayishni istaysanmi?" deb so'radi. Nogiron odam Isoga shunday javob berdi: "Taqsir, suv qimirlaganda meni hovuzga tushiradigan odam yo'q. Men borgunimcha boshqasi mendan oldin tushib oladi." Iso unga shunday dedi: "O'rningdan tur. To'shagingni olib yur." O'sha odam shu zahoti sog'ayib ketdi. To'shagini olib yura boshladi. Bu hodisa Shabbat kuni sodir bo'ldi. Shuning uchun Yahudiylar sog'ayib ketgan odamga deyishdi: Bugun Shabbat kuni. Shu kuni to'shakni ko'tarib yurish qonunda man etilgan. U odam esa shunday javob berdi: Meni sog'aytirgan kishi menga "To'shagingni olib yur" deb aytdi. To'shagingni olib yur deb aytgan odam kim? deb so'radilar. Shifo topgan odam esa uning kimligini bilmas edi. U yerda xalq ko'pligidan Iso o'zini chetga olgan edi. Keyinroq Iso u odamni ma'batda uchratib qolib, unga dedi: "Mana sen sog'ayding. Endi gunoh qilma. Tag'in boshingga bundan battar kunlar kelmasin." Bu odam borib, uni sog'aytirgan Iso ekanligini Yahudiylarga aytdi. Ular esa Isoni Shabbat kunida bunday ishlar qilib yurgani uchun quvg'in qila boshladilar. Ammo Iso ularga shunday dedi: "Mening otam shu kungacha o'z ishini qilib kelyapti. Men ham o'z ishimni qilyapman." dedi. Ana shu so'zi uchun Yahudiylar Isoni o'ldirishga yanada ko'proq harakat qilishdi. Chunki u nafaqat Shabbat qoidalarini buzdi, balki Xudoni otam deb o'zini Xudoga tenglashtirgan edi. Iso Yahudiylarga shunday dedi: "Sizlarga chinini aytay. O'g'il o'zidan o'zi hech narsa qila olmaydi. Faqat otasidan ko'rgan ishlarni qiladi. Osmondagi ota nimalarni qilsa, o'g'il ham xuddi shularni qiladi. Axir ota o'g'ilni yaxshi ko'radi. O'zi qilgan hamma ishlarni o'g'liga ko'rsatadi. U o'g'liga bundan ham buyukroq ishlarni ko'rsatadi. Shunda hammangiz hayron qolasizlar. Ota o'liklarni tiriltirib, ularga hayot baxshiydi etganday, o'g'il ham istagan odamiga hayot baxsh etadi. Shuningdek, ota hech kimni hukm qilmaydi, balki hukm qilish huquqini o'g'liga bergan. Toki hamma osmondagi otani hurmat qilganday, o'g'lini ham hurmat qilsinlar. Kim o'g'ilni hurmat qilmasa, uni yuborgan otani ham hurmat qilmagan bo'ladi. Sizlarga chinini aytay. Mening so'zlarimni tinglagan va meni yuborganga ishongan kishi abadiy hayotga egadir. U hukm qilinmaydi. Zotan u o'limdan hayotga o'tgan. Sizlarga chinini aytay. O'liklar Xudo o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi. Kelib qoldi ham. O'g'ilning ovoziga quloq solganlar tiriladi. Zero otaning o'zi hayot manbai bo'lgani kabi, o'g'liga ham hayot manbai bo'lish qudratini ato qildi. Bundan tashqari, samoviy ota insonlarni hukm qilish hokimiyatini o'g'liga berdi. Chunki u inson o'g'lidir. Bunga hayron qolmanglar. Qabrda yotgan marhumlarning hammasi inson o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi. Shunda o'liklar qabrlardan chiqadilar. Yaxshilik qilganlar yashash uchun tiriladi. Yomonlik qilganlar esa mahkum bo'lish uchun tiriladi. Men o'zimdan o'zim hech narsa qila olmayman.
osmondagi otam menga qanday aytsa, shunday hukm qilaman. Shuning uchun hukmim to'g'ridir. Zotan men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini bajo keltirishni istayman. Agar men o'z haqimda o'zim guvohlik bersam, mening guvohligim haqiqiy bo'lmaydi. Ammo men haqimda guvohlik beruvchi boshqasi bor. Uning bergan guvohligi haqiqat ekanligini bilaman. Sizlar Yahyoning oldiga odam yubordingizlar. U haqiqat to'g'risida guvohlik berdi. Garchi men insonning guvohligiga muhtoj bo'lmasam-da, lekin bularni sizlar najot topishingiz uchun aytyapman. Yahyo go'yo yonib turib, nur sochgan bir chiroqday edi. Sizlar esa uning nurida birpas quvonmoqchi bo'ldingizlar. Biroq men Yahyodan ko'ra kattaroq guvohlikka egaman. Guvohlik deb men tugatishim uchun osmondagi otam bergan ishlarni nazarda tutyapman. Bularning hammasi meni otam yuborganidan dalolat beradi. Meni yuborgan otamning o'zi ham men haqimda guvohlik berib turibdi. Sizlar esa hech qachon uning ovozini eshitmagansiz. Qiyofasini ham ko'rmagansiz. Uning kalomi ham ko'nglingizdan joy olmadi. Chunki sizlar u yuborgan zotga ishonmayapsizlar. Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar. Chunki ular orqali abadiy hayotga ega bo'lamiz deb o'ylaysizlar. Ammo o'sha yozuvlar men to'g'rimda guvohlik beradi-ku. Sizlar esa hayotga ega bo'lish uchun oldimga kelishni istamaysizlar. Men insonlardan tahsin kutmayman. Lekin sizlarni bilaman. Qalbingizda Xudoning sevgisi yo'q. Men otamning nomidan keldim. Ammo sizlar meni qabul qilmayapsizlar. Agar kimdir o'z nomidan kelsa, uni qabul qilaverasizlar. Sizlar bir-biringizdan tahsinlar olishni yaxshi ko'rasizlar. Lekin yagona Xudoning tahsiniga sazovor bo'lishga harakat qilmaysizlar. Qanday qilib ham menga ishona olardingiz? Men sizlarni ota oldida ayblayman deb o'ylamanglar. Sizlar Musoga umid bog'lagansizlar. Musoning o'zi sizlarni ayblaydi. Agar Musoga ishonganingizda edi, menga ham ishongan bo'lar edingizlar. Axir u men haqimda yozgan edi. Musoning yozuvlariga ishonmagan bo'lsangiz, mening so'zlarimga qanday ishonasizlar?